Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, Sharq Turkiston surgundagi hukumatı tarafidan yo'lga qo'yilgan Mustaqillik yo'lida izlanish programmasiga xush keldinglar. Program riyosatchisi Mirqadir Mirzatdin hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Oldingi sonimizda mustaqillik degan nima? Ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz va mustaqillik yo'limizdagi chet el yordami qatorliq mazmunlarda ichki va tashqi vaziyat va omillar bilan mustaqillik yo'limizdagi nihoyatda negizlik savollar G'ulom Osmon afandim tarafidan javoblandi. Ko'rmagan qarindoshlar bo'lsa, vaqt chiqarib Surgunlik hukumat Facebook beti va Sharq Turkiston televiziyasi YouTube kanali orqali programmamizning oldingi sonini qayta ko'rsanglar bo'ldi. Алдыңғы санымыздагы mühim savollarning javobsiz qolmasligi va ko'rurmanlarimizning ehtiyoji tufayli bugungi sonimizga yanada Sharq Turkiston surgun hukumat raisi hurmatli G'ulom Osmon Yag'ma apandimni ekranimizga taklif qildik. Assalomu alaykum, hurmatli G'ulom Osmon apandim, ekranga xush keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Undaqda bugungi suhbatimizni oldingi qitimliq suhbatimizda mujmal oxirlashib qolgan bir savol bilan boshlasak deb o'ylayman. Ya'ni Sharq Turkiston surgun hukumatı qurilgan va hozir asosliq harakatni elib berayotgan Amerika bizning mustaqilligimizga yordam qilamdi yoki qilmamdi degan savol. Chunki oldingi sonimizga tushgan inkaslardan bu savolga qarindoshlarimiz aniq javob ololmabdi. Shunga qisqa qilib javob berib o'tib ketgan bo'lsangiz, rahmat. Bu savolning javobi biraz rezenk zaman bir cevap bo'ladi her zaman. Bunu qanchalik so'zaymi desa so'ziladigan, qisqa desami qisqa bo'ladigan va natijada hech qachon to'liq aniqlik qozonolmaydigan bir tur bu. Oldingi qatimda deb o'tdim, mustaqilligimizga yordam qilish bilan bizga yordam qilish o'xshamaydigan hukm bu. Mustaqilligimizga yordam berish desak, taki biz mustaqil bo'lib qurilgan yangi davlatimiz jakalanganga qadar aqtirek bo'lib turishni ko'rsatdi. Uningdan boshqa yordamlar mustaqilligimizga qilingan yordam bo'lmasdan umuman bizni rag'batlantiradigan ma'lum cheklik doirada harakat qildiradigan yordam bo'lgan bo'ladi. Shunlashqa bu ikki hukmni aniqlab olishimiz kerak. Endi Amerika bizning mustaqilligimizga yordam qilmasligi mumkin. Ama Xitoy qarshi harakatlarimizga cheklik doirada yordam qilishi mumkin. Bunun nəhayət köp tərəflərlə əlaqədar ekanligini ta'kidlab o'tganimni bilasizlar. Ama ko'rilayotgan shuki, men halidan beri o'zimizning holidan qo'rqishga boshladim. O'zimizning holidan. Ya'ni birasi yordam berayli, nima istaysan deb so'rasa, men o nima istaydiganligimni bilaman. Yani İsa'daki yoki Rabiya Qadirdek oilam uchun yordam tilamayman. Milletning eng jonijon manfaatlarini qapsagan yordam turlarini o'tirib qo'ya olmayman. Masalan, bizga mustaqillik ko'rishimizga eng to'g'ri bo'layotgan ixtisosli odam yetishtirib turinglar desam, agar qarshi taraf bo'lishliq javob berib qolsa, bu hol meni qo'rqitadi. Chunki aka odamingni desa, kelgan manzilda hammani bir yoqqa tashlab qo'yib yo'lga chiqa oladigan odam tepilmiz qanday qilaman? Bu bizning qo'rqinchli realligimizdir. Chunki bu burunladimi ba'zi da'vo erboblarimizning beshiga kelgan ekanmish. Bir qatim men deb o'tgandim buni. 3 odam topolmagan. Mening beshimga keldi rostdan desa, qarindoshlar, hammani bu yerda aniq yalang'och deyish mumkinchiligi yo'q. Mening beshimga allaqachon keldi. Rostdan desam, bir qatimliq o'solulashlarni baştan keçirip bo'lganligimni bu yerda deb qo'yaysizlar. Cho'qimki yordam berguchi yordamning obyektlarini kuzatmay qolmaydi qarindoshlar. U holda yordam berishdan burun bizning safa masalamiz o'ylashilmay qolmaydi. Nadonga bergan istiko'nglim tipidagi pushaymonga qolmaslik, xalqaro munosabatlarda sakchilik qilmaslik uchun yordamning obyektlarida ma'lum safa bo'lishi shart. Belki sorulushi mumkin.
O'tmishda bundaq sapa bo'lganmi? Uruslar qandaqsiga shu qadar ilgari ketgan deyilish cho'qim. Men deymanki, u zamanda xalqning sapasi hozirgidan tuyon bo'lsa-mu, lekin iymoni hozirgidan saproq bo'lg'achqa, qurbon berishga hozir vaziyat edi. Bilasizlar, Elixon To'ramning diniy nutqlaridan ta'sirlangan xalqimiz Alloh rizosi uchun degan aqida bilan melinimi, jinini attab maydonga chiqishgan edi. Yetakchilar nuqtasi ko'pchilik Sovet ittifoqining o'zlari tarbiyalagan kishilar bo'lg'achqa, ular Sovet ittifoqining yetakchiligida ittifoq holatida dedi. Itoatkor, qurbon bera oladigan xalq bilan sapoliq bir guruhda kadrlar bor edi. Qolganiga Sovet tarafning maslahatchi nomidagi odamlari bo'shliqni to'liqlay oladi. Texam muhimi vaziyat Ruslarni bekla tayaga qistig'a chiqqan. Bu ishni noldan boshlab barpo qilishga niyatlik bir Sovet hukumati bor edi. Bugungi kelsak, xalqning milliy his jihatda sapasi o'sgandek qismi. Qurbon berish ro'yi orqaga ketganligi sir emas. Hech kimning qurbon bergisi yo'q deyishga bo'ladi. Chet ellarda qilinayotgan tinchlik harakatlaridagi qo'rqinchliqdan ko'rib olish dars emas. Qilayotganimiz namoyish va yoki shuning o'xshash bir narsa e'lon qilish. Ko'zoynakda qilib bo'lgan yoki mening ismimni atamasanlar deyotgan yolg'on erkin dunyoda turib bu qadar qo'rqinchliq qilayotgan ish bor. Qurbonga tayyor bir xalq ammasi chet ellarda yo'q. Bek osanda. Sapaliq kadrlar qo'shunimi yo'q. Shundaqla birlikka kelgan holatda emas. Shundaqla bugun yordam beruvchilarni qandaqli qilib bo'lmasin, kigiz qo'ziqni aplab-saplab qaqqandek cho'qim bir ish chiqarishga qistayotgan ta'xirsiz vaziyatmi yo'q. Ayni vaqtda Sovet ittifoqining qistig'anga o'xshash. Unda ta'xirsiz vaziyatmi yo'q. Shunga yordam beruvchilar bizning tayyorligimizni shart qiladigan-dek kuzatish tutumida kutmoqda. Shuning uchun bir necha qitim ta'kidlaganimdek majburlug'ichi omillarsiz bizning birlikka kelinmaydiganligimizni tilga olgan. Agar bugun biror davlat Xitoy tarafidan qistalgan jiddiy bir tadbir olmasa, manfaatlari qo'ldan ketadigan vaziyatga tushgan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. O holda shu davlat istixboroti xuddi ayni chog'dagi KGB'dek bizni siliqqina qo'rqitib deb turib ovozimizni chiqarmay bir yerga kelib to'plagan bo'lardi. Lekin uncha ular jiddiylik bo'lmag'achqa bizga yordam bergisi bordek qosh ko'zini o'ynashsimi, faqat nurg'un shartlarni ilgari surib, ya'ni bizning haqiqiy turda ish uchun tayyor emasligimiz, sapaliq odamlarimizning yo'qligi, mustaqillik irodamizning rasmiy va kuchli shaklda o'tirib qo'yilmishi, har xil siyosiy g'oyalarning aralashligi, ya'ni hali avtonomiya, hali o'z taqdirini o'zi belgilash, hali mustaqillik degandek aralashlik qatorli bahonalarni ilgari surganligi bilinmoqda. Buning uchun sapaliq insonlarning bir maqsadda bir muhim atrofiga to'planmagandimi? Men buning cho'qim bir yer to'planish kerak demayman. Chunki bu bizning qo'limizdan kelmaydi rostini desak. Har kim o'ziga bir revanshchi bu. Shunga to'planmagan taqdirda xuddi bu qatimki imzo harakatida bo'lganidek o'zaro hamkorlasha oladiganligini isbotlashi shart bo'lib qolmoqda. Ya'ni texmi aniq desak, agar Xitoy bilan dushman bir davlatning dushmanligi avjilib, urush vaziyati shakllanadigan, darhol harakat qo'llanishni talab qilgan vaziyatda kuzurga jiddiy ehtiyoj bo'ladi va yotgan kuzurni silkib to'g'izib, uningdan foydalanish uchun harakat qilishi mumkin. Ammo aktiv dushman bo'lmagan ahvolda u dushman potensial dushmandir. Bu dushmanga qarshi jiddiy turda kuzurga ehtiyoj bo'lmasa-mu, ba'zi yordamlar orqali kuzurning o'lib qolmasligi uchun demedi suytamayotgandek tutib turishi mumkin. Bunday vaziyatda yordam obyektlarining safasi bahona qilinadi. Shu hozir bo'layotgan ish. Shunga biz safoliq harakat qila olsak, yordam beruvchilarni qiziqtira olamiz. Hatto tilamchilarning safosiga ko'ra sadiqimizga shifo qarindoshlar. Men buni qaysidir bir maqolada ilgari degandim. Bir juldir kepen divaniga bir tiyin, ikki tiyinni doqsilitib, satlab turib beradigan bo'lsak, keyingi zamonda bu divanlarni islohot qilib berib, yangicha tilash usulini kashf qilgan. Ba'zilaringiz eslay olasizlar. Ravrus Pakis kiyingan bir yigit yaningizga keladi.
Bir top dostlar gapleşip durgan yerimizge. Doktorga kesellik gelgende vaqt uzurap ketip puldan üzülüp kaldı. Qaytış üçün kiraga pulumuz kalmaptı. Şuna yardım kılıp işletip versanlar işlesem. A pul төлешнең gipini kılmay kararlar. O yüzünün onunda namus kıladigan işleşkteyi adamlikini bildirip durup yardım tilerdi. Bu gap bilen bayvetçi dostlar işletip veremeydigan bolganlıklar üçün derhal 50 tiyindan 1-2 so'mgacha pul yig'ib berilgan ish vardı. Boğan o bizden vatanda. O tiligi cuma bek hor görülmegen, izzet hürmetini saklagan halda maqsadiga yetdi. Sat etdi. Sapa meselesi mana muşundaq mesele. Bizning maaşqa inqilab qilayotgan tashkilotlarimizga beriladigan pul bilan Tibetliklarga beriladigan pulni selishtirib baqsanglarlar, buning farqini aniq ko'rgili bo'ldi qarindoshlar. Chunki Tibetliklar sapaliq bo'lganligi uchun ularga million pul berildi qarindoshlar. Menimcha G'ulamka, bu yerda hozir shu Amerikaningki yordam beramdi degan savolning ichidan menga yana bir savol tug'dirdingiz. Shu gapingizning orasida mustaqillik tarafdorlari bir yerga yig'ila olamdi yoki yig'ilish kerakmi deb bir savol keldi kallamga. Bu to'g'riliq izlanganlaringiz bu abaydan hammasi o'ziga vanshuji bo'ldi dedingiz. Shu to'g'riliq bir tafsilroq to'xtalib bergan bo'lsangiz o'pdigan. bir yerga kelalamdi mi? Ya. Mustaqillik tarafdorlari qandaq va qayerga yig'ilish kerak bugungi hukumatimizda? Ey Allah, bu aslında bir belgilengen bir yerin buluşumu atayın da. Yani palaniye yig'ilish kerak. Chunki bu mesele savolni mundaq qo'yay. hozir digil bo'lgan masala. Buni mustaqillik tashkilotlar ma'lum bir yerga men gapingizni bir yerda bo'lay. Chunki men nima uchun bu savolni qo'yib qoldim desangiz, abaytanmi Amerika to'g'riliq so'zlash jarayoningizda bu yoqqa men atab o'tgan Wang Shuji degandek bir gaplarni chiqardingiz emasmi? Ham oldingi kun necha kun oldida chiqqan qo'rqinchli realligimiz degan leksiyalaringizdami? Sharq Turkiston surgundagi hukumatining tashkilotlarga va xalqqa bo'lgan bir chaqiriqni o'tirib qo'ydingiz bu yerda. Ondan keyin undaqdalik muajiratdagi Uyg'ur sarxillarining dadillik bilan Sharq Turkiston surgundagi hukumatining septi turolmasligini biz tarixiy yakun va hozirgi foydasiz reallikdan vatanning mustaqilligiga bo'lgan ishonchsizligi deb qarasak, undaq siz sarxillarning bu to'pqiliqqa kirgandagi ijobiy rollarini so'zliga asosda bizning hozir xalqimizning nega yig'ilsa bo'lganligini bakarak inchiki ichib bergan bo'lsangiz, texmi yaxshi bir javob bo'larmikin deb o'ylayman. Bu bir yer toplanish kerakmi degan tugun bu bo'lsa, bu munozaraga ochiq bir masala. Ya'ni buni shu tashkilotlar xuddi hozirgi hamkorlik o'rnikida, imzo harakatidagi hamkorlik o'rnikida talash tortish orqali belgilasi bo'ladi. Shu hamkorlikni asos qilib menimcha 2005 usumi tashkilotda ko'radigan vaziyatni kuchaytirishning hojati yo'q. Ya'ni biror qandaqdir tashkilotlar usti qurilma birligi degandek tashakküllarga ehtiyoj yo'q mening qarashimcha. Xuddi bugungi hamkorlik o'rnikida yoki texnik bir qadam ilgarilagan bir metod bilan bir o'rtoqlikda birlashib, har bir masalada konkret hamkorlik kelishim bilan harakat qilishi mumkin. Ya'ni bu hamkorlikni jonliq tutish uchun har masalada ayrim hamkorlik o'rnatish. Masalan, imzo harakatidagi hamkorlik tugagandan keyin keyingi bir ishda tekrar yana bir kelishim qilish mumkin. Bu deganlik ma'lum tashkilot A masalada hamkorlashishni xohlagan bo'lsa, B masalada tunishi, qarashi o'xshamasligi mumkin. U holda u mustasno qarshi bo'ladi. 17 tashkilot edikmi, 16 edikmi, 15 edikmi? Qolgan 14 hamkorlashaversa bo'ladigan gap. Agar yana C masalada hamkorlashishni xohlasa, u yana kelib hamkorlashsa bo'ladi deganlar. Bu holda ichki jihatda bo'silish, ziddiyat kelib chiqib, tafriq yuz berishning
Ve bu tüpeyli aslında dostane bolgan münasebetlerinin düşmanlık aylanıp ketmeslikini kapaletke ega kıygılı buludu. Hem teşkilatlarının müstakil bir teşekkül buluştek ornun saklap kalgılın buludu. Hemmisi öz aldığı müstakil bir teşkilat. Lekin nöbetki işe gelgende onu birlikte kol selip kılıdı. Eğer halısa. Halımıgalla bu işte benim göz karışım okşamaydı dese tutturdu. Kiyinki yana bilmez işte eğer onu halısa yana hemkarlaşsa buldu. Bu halda bu hemkarlaşıcılarının içinde ziddiyet resmi parçalanıp ketadigan özara düşmanlıkka aylanıp ketadigan ziddiyet terilmaydı. Bu canlıq bir hemkarlık oldu. Ama teşkilatlar birliği, üstü birlik degandek debdebelik atalgılar astidagi birleşişlerde samimiyet olmaydı. Bular quruluş murasimidan keyinla hech qanday funksiyasi ishlamagan quruq ataqqa aylanib qoladi. Mishada mushu 17 tashkilotninki hamkorligida elib borgan xalq uyg'unish harakatini tilga oldingiz. Siz bu xalq uyg'unish harakatiga amaliyotda bu Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati qatorliq cho'ng tashkilot mustaqillik shuarni o'tirib qo'ygan tashkilotlarning elib borgan xalq uyg'unish harakati. Siz buning qanday qaraysiz va yoki mushu asosiyatdan ko'pincha yoshlar oldiga chiqyotidi. Mushu yoshlarga bir taklif fikrlaringiz bormi? Bu hareketke iştirak kılıvatkan teşkilatlar içinde hükümet terkibideki teşkilatlar var. Yani bizim var. Mana şunun özü bu hareketke menin yoki hükümetning qanday qaraydiganligimizni aniq ko'rsatib turadi. Bu pozitsiya masalasida bu javob. Endi mening ümidim bu hareketdan keyinmi bu hamkorlikning to'xtab qolmasligi. Balki texmi ilgirlagan tajriba savodlarni qabul qilgan holda kelgusida qilinadigan ishlarda texmi jonliq ifodalansa ekanligi. Menimcha bu savolni nurg'un kishilar o'tirib qo'ydi hamda shular balkim bu programmamizni ko'rish jarayonida sizning ko'z qarshingizga qiziqayotganlar nurg'un edi. Bundan javobini oldi deb o'ylayman. Hamda shu oldin qatimliq nimamizda programmamizdami mustaqil bo'lish bilan mustaqillikni asliga keltirish temasida bir savol qo'yilgandi. Bu misal ko'rarmanlarimizga ozroq mujmal bo'lib qolibdi. Shuni bir tafsiliy texnik yaxshi tushuntirib bersangiz bo'lardi. Ya'ni mustaqil bo'lish bilan mustaqillikni asliga keltirishning farqi nada degan savolga bir javob bergan bo'lsangiz. Albatta bu ikki atalg'u orasida sharhiylashdik cho'nqurlikqa ko'ra cho'ng farq, zo'r farq, osmon zamin farq bor. Agar bizning sharhiylashimiz tez bo'lsa, azroq farq bor. Sharhiylashni cho'nqurlashtirgan siri bu farqning ne kadar zo'rayotganligini ko'ramiz. Ya'ni bu qanday bo'lmasin en küçük degan vaqtidami bir farq bor buning orasida. Mustaqil bo'lish tavalligidan ayrilib chiqishni ko'rsatishi mumkin. Xitoylar bizning mustaqillik harakatlarimizga chaplayotgan bo'lgunchilik tunumlamasi mana bu turni ko'rsatdi. Agar Sharq Turkiston degan da'vo ismidan voz kechilib, Uyg'uriston asosiy maydonni egallasa, bu dal shu Xitoy teşvikatlarda tunumlangan bölgünçülükni itiraf qilishga baravar keladi. Çünkü tarixda bunday bir davlat bo'lmaganligi uchun yenidan bo'linib chiqish ma'nosiga texmi uyg'un keladi. Ama biz tarixda mustaqil davlatimiz bo'lgan va bu davlatimizning ajdodlarimiz tarafidan ismi qo'yilgan bo'lg'achqa biz mustaqillik deganimizda mustaqillikni asliga keltirish degan ma'noni yuklab tafsir qilmasak bo'lmaydi. Yana bir turli aytsak, biz davatgan mustaqillikning ma'nosi hargizmi yenidan bo'linib chiqish emas, balki mustaqil davlatimizni asliga keltirish. Rahmat javobingizga. Endi bu mencha texmi aniq bo'ldi deyman. Oldin qatimliq programmamizda ba'zi tushunmagan qarindoshlarimiz bu programmani ko'rish orqali yana tafsiliy buningga tushunchaga erishdi ekan.
Mən sizningki shu burunqi leksiyalaringizningki ko'rish va uni ostidagi inkoslarni o'qish jarayonida shu bir leksiyalaringizni ostiga o'zingizningki yozgan bir inkosini ko'rib qoldim. Ya'ni dunyo nihoyatda cho'ng bir o'zgarish harpsida turmoqda deb yozibsiz buningga. Mən shu leksiyani ko'rdim va buningga javob topolmadim shaxsan. Hamda bu yerdagi siz demoqchi bo'lgan o'zgarish qanday o'zgarish? Balkim buningga qarindoshlarimiz qiziqdi deb o'ylayman. Mustaqilligimiz bilan aloqasi bormi yoki yo'qmi? Shunday bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Onu nimaga qarta deganligim esimda yo'q. Ammo ko'rinib, amalni his qilib turibsizlar. Dunyoda bo'lish kutilayotgan bu cho'ng o'zgarishning siyosiy ma'noda bo'lishi mumkin. Coğrafiyalik ma'noda kuch nuqtalari muvozanati jihatda kuch nuqtalari muvozanatining o'zgarishi, ya'ni dunyoning qismatida so'zi o'tadigan darajadan tashqari cho'ng davlatning olmishi degandek ahvollarni ko'z tutgan bo'lishimiz mumkin. Shundaqla hayotlik tarzining butunlay yenilinishini maqsad qilgan noldan boshlash, ya'ni reset deydigan inglizchadagi reset, qaytadan qurish. Bu noldan boshlash. Dunyoning yangi tartibi yoki metaverse degandek o'zgarishlarga homildor bir vaziyat olib turibmiz. Kuch nuqtalarining o'zgarishi yoki dunyoda so'z etadigan darajadan tashqari cho'ng davlatning olmishi degan vaqtda ko'p odamlar Amerikaning roli Xitoyning qo'liga o'tishi mumkin, Amerika ojizlashishi mumkin degan farazlarni o'tirib qo'yyotidi. Buni ko'pchilikinglar bilasizlar. Shunga o'xshash o'zgarishlar. Shundaqla bugun kun tartibida bo'lgan Ukraina krizisi tufaylidan Amerikaning tutumini qattiq Rossiyaga qarata. Bu tufaylidan hatto Xitoy bilan ma'lum sürkülüşleri küçüyüvatkan Amerika asası dikkatini yana Rusya'ya qaratdı. Bu tufaylidan dünya xaritasida yani bazı o'zgarishlar bo'lishi mumkin coğrafya nuqtasidan. Bu o'zgarishlarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Endi bu vaqtdagi mulohazalar bek ko'p, farazlarmi ko'p, oldin hukmlar ko'p. Bu YouTube'larda bununla ait minglarcha videolar var. Shulardan bir qanchani ko'rib bakinglar eng yaxshisi. Chunki bunun qaysi zade amaliyotga aylanadi bu farazlarning. Qaysi texmi aqlga muvofiq, ya'ni dunyoning taraqqiyot qonuniyatiga qaysi deb uyg'un keladi. Buningga mening o'zimning bir tushuncha ramkam bor. Ama sizlar o'zinglar bu videoni ko'rib, sizlarga bir tushuncha ramkasi hosil qiling. Eng yaxshisi bu. Men sizlarga o'zimning tushuncha ramkasini bu nuqtada tenishim bek to'g'ri bo'lmaydi. Bu o'zgarishning nimaligi, zada qaysi o'zgarishning avval va qaysisining keyin o'zgarishi haqidagi bu farazlarni o'zinglar shu ko'rib va dansab bir ramka hosil qilib beqinglar. Bu siyosiy saviyanglarni sinaydigan bir sınaqım bo'ladi. Shunga bu vaqtda biz to'xtalmaymiz o o'zgarishlarni ashundaroq deb turaylik. Ama bunda o'zgarishning Sharq Turkiston mustaqilligi bilan bir aloqasi bormi deyilganda, yer sharimizda bo'ladigan bunday cho'ng o'zgarishlarning albatta hamma yer shaharliklarga aloqasi bo'lishiga gap yo'q. Andaq keyin Sharq Turkiston mustaqilligiga albatta ta'siri bor. Bu qanday ta'sir?
ijobiy ta'siri bormi, salbiy ta'siri bormi degan bu ikki savolni tug'dirgandi. Ko'rilayotgan alomatlar shuni ko'rsatayotadiki, bu o'zgarishlar bizning siyosiy g'oyamizga salbiy oqibatlarni olib keldigandek qiladi. Endi men yolg'on, ta'palash xarakterdagi kichik bolani go'llagandek chiroyli gapni qilgim kelmaydi. Ashundoq ko'rinyotadi. Ammo biz itiqodliq bir sifatida Allohdan umidlarimizni kesmaymiz va itiqodimizga ko'ra umidsizlik kufrga barobar. Andaqken bu nuqtadan olganda Allohning hikmatlaridan biri sharning aqsiga bir xayr yo'shilgan bo'ladi. Yoki xayrning aqsiga bir shar yo'shilgan bo'ladi. Buning uchun Alloh Qur'oni Karim Baqara surasida sizlar bir narsani yaxshi ko'rishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlar bir narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlarga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi degan. Endi ko'rish nuqtasidan masalaga boqadigan bo'lsak, shar ko'ringan bu alomatlarning oqisidan xayr bo'lib qolishi, ya'ni mustaqilligimiz uchun osonlik bir vaziyatning tug'ilishi tamoman mumkin bir holdir. Alloh o'ziga sajda qiladigan bir qavmni tashlab etmaydi. G'ulam Osman apandim, meyada abaydan men bir savolni o'tirib qo'ygandim. Bu savol qayta bir qarindoshimiz tarafidan menga yo'linib, buning javobini ololmay qoldik dedi. Bu siz leksiyaringizda, oldingi qatimliq leksiyaringizda, ya'ni qo'rqinch xayolligimiz degan leksiyada shu sarxillarimizniki Sharq Turkiston surgunlik hukumatining sepida turmasligi to'g'riliq azroq bir to'xtalib o'tgandingiz. Endi bu nima sababdan ham bu yerda turmaydi deganni bak ishkillab so'zlashning o'rniga shu sarxillarimizniki surgunlik hukumatga kirgandan keyingi bir ijobiy rolini so'zlab beramsiz. Bu biraz xatolik bir savol bo'layotir. Men uni oldida tuzitib qo'yay. Men hukumatga kirishni demadim. Umuman bu sarxillarimiz mustaqillik ko'z qarashida sabit emas. Agar yakka birdan so'rasangiz, mustaqillik deb qo'yishi mumkin. Chunki uni bunda uchuq oshkora inkor qilsa nafratga qiladiganligini biladi. Lekin qanday aniq yo'l tanlashga to'g'ri kelgan vaqtida mustaqillik tarafdorlarining sepida emas. Uni bir qancha qitimliq ahvolda burilish nuqtalarida ko'rdik. Shunga uni hukumatga to'planishini ko'z tutmadim. Faqat mustaqillik sepida turishini, ko'z qarashini bekitishini, anda langildamay yoki mujmal qilmay mustaqillik iddiasida sabit bo'lishini umid qildim. Endi bu sarxillarimizdagi ishkilinishning nurg'un murakkab sabablari bo'lishi mumkin. Muhimi ularda mustaqillik irodasining kuchli bo'lmasligi, ishonchisining yo'qligidan deyishga bo'ladi. Buning sabablarini men ilgari ba'zi videolarda analiz qilgandim. Bu sarxillarning ketilikligi emas, butun Uyg'urlardagi vatanparvarlik masalasi. Vatanparvarliklarning shartli bo'lishidan manbalanadi bunday ishlar. Ya'ni natijaga ko'zi yetsa qat'iy vatanparvarlardan bo'lgan, natija chiqmaydigandek bo'lsa boshni ichiga tiqib tugilib oladigan. Mandaqal shartli vatanparvarlik deganimiz. Men shu vatanparvarlik degan nima degan videoda debdiman bu ne? Endi vatanparvarlik bir sevgi, bir xil sevgi bu, muhabbat bu. Ya'ni ana vatanga, ana tuproqqa. Bu cho'g'iltib ekkansa vatanimizning bu tuprog'i millatimizning bo'shigidir. Ana quchug'idir bu. Uningga bo'lgan sevgi bu, vatanparvarlik deydi. Agar sevgi shartli bo'lib qolsa, saxtipazlik bo'ladi bu. Sevgi degan shartsiz qurbon berish, shartsiz bag'ishlash.
Ben şu videoda aşında şerhledim bunu. Bizdeki vatan sevgisi sevdalık derecesi buluş gerek ki neticeni şart kılmaslık gerek. Netice bu olsun, bulmasın, bu milli arnumuz meselesi de kahramanlarca ülüşkü bel bağlaydıgan niyet bulmakça bu xil şartlık ve temperverlik bilen kat'i ve ünmes müstakillik iradesi kiliş mümkün emas. O halda yardım bergicilerin ona pek ciddi ihtiyacı bulmaslık bilen birleştirilgende bir kim zoruğu bizge yardım kılışını xalamaydı. Bu sualın asli sualga gelsek, eğer sarıqilla müstakillik sipiga kelsa qanday bo'ladi? Hukumatga kelsa emas, müstakillik sipiga kelsa qanday bo'ladi? Gap yo'q buningda. Gül üstüge gül degandek bir vaziyatga kelamiz. Hech qanday yordamsizmi? Xalqaro sahnada sharoit bermagan ishlarimiz. Mushu hozirgi tashqi dunyoda qiyg'inildigan ishlar bormi? Biz yurishib ketadi degan. O halda xuddi Yugonның tağını yötkeş iradesi Xudani təsirləndirgəndək nəticə görülüşü mümkün. Rahmat qilamiz buni efendim. Vaqtimi birga berib qapti. Miyada mındaq bir bugun tuyuqsizlamimizni hayron qoldirdigan tuni gündən başlap bir toplarda bir uçurni topshirib oldik hammamiz. Yana bugun Turkiyada İstanbulda mushu bir faaliyet o'tkazildi Surgundagi hukumat tarafidan. Mushu faaliyet to'g'riliq bir qisqacha xabar berib olasizmi? Chunki nurg'un kishilar buni nima bo'lib ketganligini bilmadi balkim. O'sha yerda bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu Xitoy jallat başlarını xalqaro jinoiy ishlar sotiga berish masalasi haqida Turkiyadagi qarindoshlarga tushuncha berish uchun toplangan bir muxbirlarni kutib olishadi. Buning da asosligi Rodney Dixon degan bizning asosiy advokatimiz bu jarayonni tanishtirdi. Andın Türklerden halis volunteer advokatlardan biri Türkçe sözler bu izahat yürüdü. Bu izahat beriş, bu tushuncha beriş bir züruriyetga aylanib qoldi bilsizlar. Bu haqda bek ko'p yüksek so'z tarqatdi ba'zilar. O'zininkini asosiy diqqatni o'zi tarafga tortish uchun suyuqlantirishlarni elib bordi ve bu sot hakkında bazı iftiralarni, töhmetlerini, yalgın haberlerini tarqatdi. Hatta hele yoğun yüzünü qaltis çağlaydigan lider mevqiyasidagilarni hiç qizarmasdan bu red qilindi dedi. Umutsuzlik bilan. Bunun uchun xalqimizda bek egizpas tushunchalar paydo bo'ldi. Bo'libmi? Bu Türkiye sırtıdakiler bir kadar tushuncha hosil qildi. O'tganlarda o advokatlar bir qator tushuncha bergan bu sirtdagilarga. Endi bizning asosliq aholimiz, diaspora aholimizning asosiy qismi Turkiyada yashayotganligi uchun Türkiye hamon bu ishning sirtida qoldi. Üzümlerinin xabarimi var. Jiq ishlarda Türkiye arkada qelyotdi. En köp nüfusumuz bo'lgan bu hareketlerde en pasif bir meydanda. Aslında Türkiye lokomotiv o'rinda turib kelayotgan 50 yillik davada faqat Türkiye'de bir dava boribdi. Gerçi bu dava bir izda muqim cho'glayotgan yog'inchoq qatqandek cho'glaydigan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, boshqa tashqi dunyoda yo'q, faqat Turkiyada bor. Bugungi kun kelganda Turkiya pasportini chiqib qoldi. O kadar köp Şarkı Türkistanlık yaşayotgan bir devlette bunday bo'lişi bizni bek qayg'uga soladi. Hatta mustaqillik tarafdorlarimi bek ovozini yukseltolmaydi Turkiyada. Mustaqillik mazmunidagi lozungini ko'tarib, boshqalarning lozung namoyishiga qatilsangiz, namoyish tashkilotchilar tarafidan haydab chiqarilasiz Turkiyada. Aşağılık medyalarını yaptırıvattı bazılar.
qilayotgan marafonchi namoyishlar bor, aşağıya müstakilçilik çıkanmaydı, yüzden lozunkusunu götürür, bayrağını götürür. Yani bunda bir vaziyetke hakim vermesek kat'i olmaydı. Onun için Türkiye'de biz biraz hareketimizni küçeytişini, faaliyetimizni güçlendirişini zürür dep qaradık. Bu tüpeyildim bu işini şu muhbirlarını kütübeleş jığınıdan başladık ve bu düşünce beriş arkalı bir hareketinin ma'lum derecede ünümü olan bir hareketinin kitabatkarlığını o halk bilsin ve müstakillik degenini diyaleydigan bolsun. Birlik kesin müstakil deydiganlar degan umidda qilinayotgan bir tushuncha berish yig'ini. Rahmat tushunchangizga. Bundan nurg'un ko'rurmanlarimiz xabardor bo'ldi deb o'ylayman. Mushu endi biz 40 minutdan 45 minut atrofida tugitimiz deyishgan to'q. Mush eng oxirida bir savol so'ray. Endi mushu bugungi kunligimizda mustaqillik shuari bilan o'tirg'a chiqayotgan yoshlardan kutadiganingiz nima? Chunki hozir haqiqatan ikkinchi qaror bir yoshlar o'tirg'a chiqib mustaqillik shuarini eng voyaga yetkazib vaqiraydiganga kuchayotidi. Ularga deydigan so'zlaringiz bormi? Endi men bir quruq gap bilan o'sha yoshga keldik. Gerçekten rastın deydi aşı olsa. Yavaş qilib yetib, o yaşlıdan ümitlerimizni dep ketgidek bir salayetmi kazanmadık. Endi fakat milletimizin enanesiga ko'ra yanıla jiqraq ishdan jitgan tarafimiz endi uludan üstün bo'lganligi uchun sakalının kichkina yüz xatirisi tüpeyildi bir ümit bildirişke kichkina bir salayet badep qarab deymiz bu gapni. Ama bunu hali yo'g'on bir katta adamning igiz turib tuvendiki ammadan ümit tariqasida tushunish xato. Biz mi cho'ng farqlanib ketmaymiz. Şunu bunu doğru söylemek lazım. Yaşla aldığınlarının savaklarını yakalaş gerek. Benim deydiğanlarımın birisi. Aldığınlarının hatalarını tekrarlaması için bu şart. Şundakla enenevi dava formusuna hatim veriş gerek. Bunu ben mahsus bir videoda da ötken. Davanın fakatla ma'lum hatır günlerde namayış çıkış, meclis etmeslikini her vakit ise tutup yeni yollarını izleyiş, öz-özüne yetiştirişke ehemmiyet veriş, kulak mollısılık udumunu katli taşlaş gerek. Hazır kulak mollısılık bek evicep gitti. Çünkü hazırki tor dünyası, hazırki ammavi matbuat nimeni izlese derhal tordan tapkını ulaştığın ibaret bu evzellik ameliyette bizi vurullaştırıp etti. Çekindirip etti desek mi oldu. Bu insanların sapasını düşürüp atıdı. Onun için bu kulak mollısılık udumunu taşlaş gerek. Çokum köp okuş gerek. Andan teşvikat kısal qaramaslık gerek. Bugünkü dünyada, bugünkü taşkı dünyada, bugünkü bizim imkaniyetlerimizde kıyıgılı bulduğun asaslık iş şu teşvikat. Şunda oğallık için teşvikatını için tutuş. Bu digerlik öz teşvikatımızda, yani yüzümüzden iddiasını bazağı selişten ibaret, öz teşvikatımızla emez, karşı teşvikatını bildirmeniş. Yani düşman teşvikatına karşı reddiye veriş, toğurlaş, eniqlim verip, halk şekilleniş ihtimali olan mücmelliklerden saklanış teşvikatına alayda ahmiyet veriş. Bu cihette Xitay istihbaratının su astıdan su yugurtuş tipideki teşvikatları qarta bek sezgür ve hoşar oluş zorur. Bunu ben istihbarat hakkındaki videolarda öttüm. İstihbaratının bu yüzge has bir teşvikatı suluğa. Su astıdan nima? Saman astıdan su yugurtuş tipide bir teşvikatı var. Bu teşvikatının azduruş gücü naydı zor oldu. Bunda teşvikatlarının kurulmasındaki alayidliklerden biri
post kısmıda, yani üstüde, teriside bizni hayajonga soladigan, qoyil qiladigan mazmunlar bo'lsa-mu, aslida tegidan chiqadigan ma'noning ziyonliq ekanligi. Bunga men shuni misol qilib beray. Endi bu misolni buni tilga olsam, endi shu Xitoyning tashviqotimi deyilishi mumkin. Men unda demoqchi emas, o'xshaydiganligidan deb qilyapman. Atalmış Uyghur sutining qarornomasi shunga o'xshab ketadi. Bu qarornoma xulosa e'tibori bilan qatlamni bekitgandek ko'rinsimi, amaliyotda kechirgili bo'lmaydigan 20 xato, ya'ni bizga ziyonli iboralar, bayonlar bor. Mana bu istixborot tashviqotlari mushunun shaklida bo'ladi. Uningda bizni xo'sh qilib qo'yadigan ba'zi alomatlar bo'ldi. Parda sifatida, usti yopiq shaklida, ammo ostida intayin ziyonli omillar bo'ladi. Shunlashqa bu istixborot tashviqotlariga bak diqqatli bo'lmak lozim va uning tagida xalqqa ziyon qiladigan omillar qarata echib tashlash, reddiya verish va to'g'irlash elib berish lozim har zaman. Yana boshqa yoshlarga deydigan so'zingiz bormi? Oldin qaraganda yoshlarimiz bilan biz har kuni uchrashib turgan deb qilyapmiz. Unda deydiganlarimiz bo'lsa, har qachon deymiz inshaalloh. Buguncha Bulda deyishkinimizdek vaqtni yaxshi kontrol qildik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, G'ulom Usmon afandim. Bak yaxshi so'zlab berdingiz, ham nurg'un savollarga javob oldi deb o'ylayman. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, vaqt munosabati bilan programmamizni mushu yerda oxirlashtirishga majburmiz. Bu sonimizga bo'lgan o'y fikrlaringlarni, savollaringlarni va programmamizga bo'lgan taklif fikrlaringlar bo'lsa, programmamiz tugagandan keyin inkas shaklida qoldirib qo'yishinglarni va yoki uchur yo'llab yetkazishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hammanglarga rahmat. Keyingi sonimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat G'ulomka. Tiningiz omon bo'lsin. Allohga omonat bo'ling. Sizga rahmat, ko'rganlarga rahmat. Allohga omonat bo'ling. Allohga omonat.